Men zanjabil ildiziman. Sovuq tegdimi? Men va asalni iliq suvga aralashtirib, iching, viruslarni haydab, yog'larni eritaman. Biz shafran poyalarimiz. Kechqurun bizni iliq suvga damlab iching, kayfiyatni ko'taramiz. Asabni tinchlantirib, immun tizimini kuchaytiramiz. Biz ziramiz. Ovqatdan keyin bizni chaynab yoki choy qilib ichsangiz, ichaklarni yengillashtiramiz, gaz va shishni kamaytiramiz. Men qalampir munchoq. Tomog'ing achishsa yoki viruslar mehmon bo'lsa, meni 10 daqiqa damlab ich, mikroblarni haydab, og'riqni tinchitaman. Men kurkumali suvman. Har tong meni yarim choy qoshiqda iliq suvga solib ichsangiz, ichak va jigarni asrab, tanani tozalayman. Biz qora murchmiz. Bizni yanchib kurkuma bilan ichsang, kuchimiz 100 barobar oshadi. Mikroblarga yo'l bermaymiz va tanangni tozalaymiz. Biz sedanamiz. Ertalab bizni iliq suvga solib yoki asal bilan iching, immun tizimini mustahkamlaymiz va tanaga tabiiy antibiotik bo'lib xizmat qilamiz. Bizni doim iste'mol qiling. Chunki biz tabiiy antibiotiklarmiz. Shunday foydali ma'lumotlarni olish uchun esa bizga obuna bo'ling.